Avvalambor bugun nafaqat Hazrat Navoiyni tavallud topgan kunlari, nafaqat adabiyotshunos olimlar, manbashunoslar, Navoiyshunoslarning bayrami, balki barcha o'zbek millatiga mansub insonlarning, vatandoshlarimizni, deylik, barcha turkiylarning bayrami hisoblanadi. Biz Navoiyni o'rganishda nimaga e'tibor bermaymiz? Ko'proq o'zi odat bo'lib qolgan, bilasizmi? Har yili Navoiyni mana shu 9-fevral sanasida Mavlono Hazrat Navoiyni doim eslaymiz-da. Albatta. Undan boshqa bir sanalarda ham eslash kerak. Mana shu jihatlarga e'tibor berish kerak. Keyin Navoiy asarlarini yoshlarga tushunarli holatda yetkazib berishlik kerak. Masalan, Yevropa andazalariga qarasak, Angliyada inglizlar Navoiy bilan deyarli bir zamonda o'tgan Shekspir asarlarini ingliz bolalari hech qiyinchiliksiz o'qiy oladi-da. Chunki ularga shunaqa bir darsliklar, shunaqa bir nimalar, qo'llanmalar yaratilgan. Bizda esa Navoiyga har yili bayram sifatida nishonlaymiz, har yili Navoiyni eslaymiz. Shu 1945-yildan buyon bu an'ana davom etyapti. Lekin yoshlarni shuurida, yoshlarning ongida Navoiyga nisbatan, ularning ongidagi Navoiy kim masalan? Siz bilan biz kitob o'qiydigan ziyolilarimiz deylik. Yoshlarimizchi, ertaga bizning kelajagimiz bo'lgan o'shalar yoshlar-ku. Navoiy tug'ilishi oddiy holat emas-da. Navoiy o'sha 844-hijriy yilda Ramazon oyining 17-sanasida Xurosonning poytaxti bo'lmish Hirot shahrida Shohrux Mirzoning hukmronligi davrida dunyoga keldi. Bu Sohibqiron Amir Temurning Samarqanddan keyingi ikkinchi poytaxti edi. Ana shunday yirik bir shaharda, yirik bir Temuriylar imperiyasining markazi bo'lgan Hirotda olimlar davrasida G'iyosiddin Muhammad oilasida dunyoga keldi. Navoiy dunyoga kelishidan oldin salkam Navoiyday olimlar o'tdi. Biz doim faxrlanib gapiramiz Navoiyning qilgan eng buyuk ishi nima bo'ldiki, o'sha davrda, hatto Temuriylar davlatida, Temuriylar saltanatida davlat tili fors tili bo'lib turgan bir vaqtda ham Navoiy turkiy tilining davlat tili darajasiga, millat tili darajasiga ko'tardi. Biz bundan faxrlansak arziydi. Biz yoshlarimizga Navoiyni faqat bir tarixiy shaxs sifatida o'rgatishimiz kerak emas. Navoiyni turk tilining asoschisi, turkiy tilining katta bir qo'rg'oni sifatida ham o'rgatishimiz kerak deb o'ylayman. Xuddi shunday. Lekin bilasizmi, mana shunday manbalar ham bor. Alisher Navoiyni biz o'sha G'azal mulkining sultoni, turkiy tillar asoschisi deb ataymiz. Turkiy tillar asoschisi. Lekin til ma'lum bir inson tomonidan yaratilmaydi, uni xalq yaratadi deydi-da. Siz bu fikrga qanday qaraysiz? Endi turkiy tillar asoschisi deyilgan ma'lumot ma'lum bir ma'nodagina haqiqat. Asli haqiqat shundaki, bu miloddan avvalgi 2-asrdayoq bizning hududimizda, demak 2,5 yil oldin ham buyuk turk xoqqonligiga asos solingan. O'sha Qoraxon, O'g'izxonlar davrida masalan. Undan keyin 6-7-asrlarga ikkinchi turk xoqqonligiga asos solingan. Ya'ni turkiy til bu hudud uchun, bu millat uchun begona til emasdi bu. Ming yillardan buyon o'sha Qisas Rabg'uziydan oladigan bo'lsak yoki Mirzo Ulug'bek 4 ulus tarixidan oladigan bo'lsak, Abulg'oziy Bahodirxonning Shajarai Turkidan oladigan bo'lsak, bu salkam 4000 yillik tarixga ega, ya'ni Nuh o'g'li Yofasga borib taqaladi. Bu turkiy xalqlarning tarixi. Navoiy turk tilining asoschisi emasdi. Navoiy turk tilini fors tilidan kam emasligini, o'sha davrdagi tillar ichida eng go'zali, she'riyatda, adabiyotda eng go'zal deb qaraladigan g'azaliyotda fors va tojik tili bo'ladigan bo'lsa, undan kam emasligini isbotlab bergan birinchi shaxs hisoblanadi. Turk tilining asoschisi degan jumla noto'g'ri bo'ladi. Chunki Navoiyning bobolari ham turkiylar-ku. Navoiyning 7 pushti turkiylar edi. Shu jumlani to'g'ri qo'llashimiz kerak-da. Keyin yana bir masalaga e'tibor berish kerak. O'sha davr, Navoiy tug'ilgan davrda oddiy xalqning tili turkiy, davlat tili farsiy, ilm tili arabiy edi. Navoiy 3 tilda ham mukammal bo'lardi. Shuning uchun ham u isbotladi. Fors tilini bilmaydigan bo'lib, faqat turk tilida ijod qilgan ijodkorlar ham ko'p o'tgan tarixda. Lekin Navoiy fors tilida foniy taxallusda ijod qilgan. 12000 baytdan ortiq devonida she'riy asarlari bor. Bu o'sha Sa'diylardan, hofizlardan kam emasligini
jomilardan kam emasligini, teng ekanligini isbotlab qo'ygan fors tilida ham. Shu bilan bir qatorda turkiy tilining ulardan kam emasligini isbotlab, o'zining Muhokamat ul-Lug'atayn asarini yozadi. Bunda turk tilining naqadar go'zalligini, naqadar so'zlari go'zal so'z ekanligini. Chunki o'sha davrda turk tilida g'azal yozish, umuman qarang, Navoiy nimaga asos soldi? Turkiy tilda birinchi hamsaga asos soldi. Hamsa navislik o'zi mana shu joyda ma'lumot uchun aytib o'tish kerak. Hamsa navislikka Nizomiy Ganjaviy asos soldi. Bu ham turk edi. Ozarbayjon Turkiyasi edi. Undan 100 yildan keyin, Nizomiydan 100 yildan keyin Xusrav Dehlaviy, Dehlida Xusrav Dehlaviy hamsa navislik davom ettirdi. Bu ham fors tilida yozdi, lekin u ham turk edi. Xusrav Dehlaviyning asli kelib chiqishi Shahsabzdan, Kechdan. Bu yerdan ota-bobolari o'sha mo'g'ullardan qochib ketgan. Yoki Turkiyada, Koniyada Jaloliddin, Mavlono Jaloliddin Rumiy ham ma'naviy masnaviysini yozgan. U ham forsiyda yozgan, lekin u ham asli kelib chiqishi Kechdan. Ya'ni Balxga bobolari Kesh orqali ketgan, turkiylardan. Ya'ni demoqchimanki, o'sha davrda har qanday kuchli zabardast ijodkorlar ham, butun millatlar tan olgan ijodkor, shoirlar ham, olimlar ham fors tilini go'zalligiga tan berib, fors tilida ijod qilishga majbur edi. Lekin Navoiy ulardan ustunligi shundaki, turk tilining go'zal qirralarini, turk tilidagi fors tilida uchramaydigan, fors tilidan go'zalroq bo'lgan 26 mingta so'zni ishlata oldi o'z asarlarida. Bu ham juda katta ko'rsatkich hisoblanadi va fors tilidan kam emasligini isbotladi. Hatto o'zi bilamizki, g'azaliyot, umuman bu aruz vazni bu arab badaviylarda paydo bo'lgan. Ular orqali Hijoz yarimorolidan Yamanga, Yamandan esa Fors egallagandan keyin Umayylar, Abbosiylar davrida Forsga o'tdi. Forsda bu g'azaliyot rivojlandi, chunki fors tilida jilo bor, chiroylilik bor, go'zallik bor. Bu bilan g'azal go'zallashdi va shu darajada shakllandiki, g'azal umuman she'r o'qish bo'lsa, u hind bo'ladimi, turk bo'ladimi, afg'on bo'ladimi, fors tilida o'qiydigan bo'ldi. Chunki g'azal fors tili uchun chiqarilgan deb o'ylashardi. Nima uchun Alisher Navoiy aynan turkiy tilni nufuzini oshirishga harakat qildi? Bu tarixiy zarurat bo'ldimi yoki boshqa jihatlar bunga ta'sir qilganmi? Albatta, shu yuqorida aytib o'tgan so'zlarimiz bu davr uchun bilasizmi, millat qachon tirik bo'ladi? Qachonki tili bilan. Chunki har bir millatning, har bir xalqning ruhi u tildir. Til yo'q bo'ldimi, millat yo'q bo'ladi. Mana hozirgi kunda qadimgi Rim davlatidagi Lotin millati qani? Ya'ni uning Lotin tili o'lik tilga aylangandan keyin millat unutiladi. Navoiy shu narsani oldini olish uchun turkiy tilga urg'u berdi. Yana ma'lumot uchun aytish kerakki, Navoiy yashagan davrda va undan oldin Nizomiydan keyin, Xusrav Dehlaviydan keyin hamsanavislikka an'anasi bor edi. Har qanday shoirlikka da'vo qiladigan eng kuchli shoirlar o'zining haqiqatda kuchli ekanligini faqat hamsa yozish bilan isbotlardi. Va biz nima uchun faqat Navoiy Nizomiylarni eslaymiz? Chunki hamsa degani beshlik degani. Bu 5 ta doston. O'zi Nizomiy ham aslida o'sha fors shoiri Abul Qosim Firdavsiyning Shohnamasidan ruhlanib yozgan. Bu hamsanavislikka asos solinishi ham Firdavsiyning o'sha Shohnamasi asos bo'lgan. Bu ham fors adabiyoti. Bu an'ana forslardan o'tib kelayotgandi. Navoiy uni turkiylashtirdi. Qahramonlari o'sha forslar bo'lgani bilan o'sha Xusrav va Shirin, tarixda o'tgan Xusrav va Shirinni Farhod va Shiringa aylantirdi. Real hayotda Xusravning xotini bo'lgan, masalan, Shirin. Lekin bu maishatparast, podshoh haramida 300 dan ortiq kanizaklari bo'lgan Xusravni Shirinning muhabbatiga loyiq deb ko'rmadi va Navoiy o'zining idealidagi eng mukammal, komil inson shaklini, ya'ni Farhodni hayolat olamida ixtiro qildi va Farhod obrazini asosiy qahramon qilib ko'rsatdi va shu orqali turkiy tilda hamsa yozish orqali turkiy tilning forsiy tildan kam emasligini isbotladi. Nima uchun bunday qildi? Chunki o'sha davrda ilm ommasini orasida turkiy tilda gapirish mumkin emasdi. Ya'ni turkiy tilda bir she'r yozish, turkiy tilda bir ijod qilsa, ilm ommasi, ya'ni olimlar davrasi uni tan olmasdi. Oddiy xalqqa esa, Xuroson xalqiga, Mavrid-Nahr xalqi asosan turkiylar bo'lgani uchun ularga forsiy va arabiy tildagi she'rlarni o'qish biroz qiyin edi. Navoiy saroy uchun she'r yozmadi. U olimlar uchun ijod qilmadi. Navoiy xalq uchun yozdi, shu millat uchun yozdi. Undagi qahramonlar, masalan, Farhod obrazi ham mard, jasur, mehnatkash,
yoki o'sha Saddi Iskandardagi Iskandar, man Sabbay Sayyordagi qahramonlari ham hammasi mard va jasurlik, mehnatkashlik timsollari hisoblanadi. Hatto o'sha Qays obrazi ham Layli va Majnundagi zehni o'tkirligi, ilmga chanqoqligi Farhod obraziga juda yaqin bular hammasi bir-biriga. Shu nuqtai nazardan qaraladiki, Navoiy nima uchun Turkiyada ijod qildi? Chunki xalqi, millati turkiylar edi. Asosan turkiylar edi. Movrun Nahrda yashovchilar. Ma'lum bir qismigina fors va tojiklar edi, asosan turkiylar edi. U oddiy xalq uchun, oddiy xalqning savodli bo'lishi uchun xizmat qildi. Shuning uchun ham u Navoiy bo'ldi. Alisher Navoiy bobomiz bilan biz har qancha g'ururlansak arziydi. Bugungi kunda bobomizning asarlari dunyo mamlakatlarida o'rganilyapti desak, ayni haqiqatni aytgan bo'lamiz. Xususan Hamsaning o'sha Lison ut-Tayr dostoni italyan tiliga tarjima qilingani ham fikrimizga misol bo'la oladi, to'g'rimi? Lison ut-Tayr Hamsani dostoni emas. Lison ut-Tayr bu Navoiyni o'sha hayotining so'nggi damida yozgan lirik asari hisoblanadi. U bolalik davrini eslaganda Navoiy aytadiki, bolaligimda deydi, shu qadar deydi Fariduddin Attorning Mantiq ut-Tayr asarini shu qadar ko'p o'qidimki deydi, ko'p eshitdimki deydi. Odatda deydi chaqaloqlar deydi tili ota, ona degan so'z bilan chiqsa yoki otalari, akalari, opalarini aytgan so'zlarga taqlid bilan chiqsa deydi, meni tilim Fariduddin Attorning Mantiq ut-Tayr asaridagi voqeliklar bilan, she'rlar bilan chiqdi deydi. Hatto uydagilari uni bu qadar muhabbat bilan o'qishligini ko'rib, 4-5 yoshligida uni qo'lidan Mantiq ut-Tayrni olib qo'yishadi. Shunda Navoiy aytadi, endi olib qo'yishlikning foydasi yo'q, chunki men yoddan bilaman deydi. Shu qadar xotirasi kuchli bo'ladi va bu Lison ut-Tayr Navoiyning qalbidagi orzusi edi. O'sha bolalikdagi eng muhabbat bilan o'qigan asariga bir nazira bag'ishlash, unga bir o'sha asarga o'xshash bir asar yaratish uning orzusi edi va o'sha kasal bo'lib yotganda umrining so'nggi yillari, vafotidan 1 yillar oldin o'sha Lison ut-Tayr asarini yozadi. Va o'shanda qushlar obrazi orqali inson aslida haqni izlaganda aslida qalbdan, o'zligidan izlashlik kerakligini, aslida mana Jaloliddin Rumiyda ham, boshqa azizlarda ham shunday so'z bor. Haq qalbimizda, bizning ruhimizda ruhulloh bor degan tushuncha bor-ku. Ana shunday har bir inson o'zi aslida ideal bir inson. Har bir inson o'zi aslida mukammal qilib yaratilganligini o'sha qushlar obrazi orqali juda chiroyli ochib bergan. Buni tavsiya qilamiz yoshlarimiz o'sha Navoiyni so'zlagan tilida o'qib tushunishlik kerak. Bilamiz, o'sha Alisher Navoiyning eng katta asarlaridan biri bu Hamsa asari va uni yaratilishda o'ziga yarasha talablari bo'ladi. Nima deb o'ylaysiz? Yaqin o'sha yillarda mana shunday Hamsaga o'xshash asarlar yaratiladimi? Men unday deb o'ylamayman. Chunki bilasizmi, Navoiy chiqishligi uchun salkam Navoiyday insonlar o'tdi, shaxslar o'tdi. Abdurahmon Jomiylar ustozlik qildi. Masalan, Pahlavon Muhammadlar ustozlik qildi. Navoiyday shaxs yana chiqishligi, balki chiqishligi mumkin, chunki bizning qonimizda o'shanday buyuk insonlarning qoni bor-da. Bu Turon zamin bu yurtning har bir tuprog'ini tagida bir allomani, bir vali zotni hoki yotibdi. Albatta. Bu shubhasiz chiqishligi mumkin qachondir. Qachonki biz Navoiyni faqat raqamlarda o'rganmasak, Navoiyni faqat bir tarix sifatida o'rganmasak, Navoiyni faqat mana shunday kunlarda, bayram kunlari faqat sanada bayram uchun va rasmiyatchilik uchun o'rganmasak, haqiqatda uyimizda Navoiyni tushunadigan otalar, Navoiyni tushunadigan farzandlar bo'lsagina Navoiy chiqishligi mumkin. Chunki Navoiyni bir so'zi bor. Pok insondan poklar, olimlar tug'iladi deydi. Bizni pok millatimiz, bizni ilmga chanqoq millatimizdan ajabmas chiqishligidan umidvorman, lekin Hamsani davom ettiradigan shaxs chiqishligi biroz haqiqatdan yiroq. Chunki hamsanavislikning o'zini an'anasi 1000 yillar, 100 yillar davomida shakllanganda Navoiy deyarli Nizomiy bilan Xusrav Dehlaviyni, Abdurahmon Jomiyni hamsalarini deyarli yoddan bilardi.
Navoiyning asarlarini yoddan biladigan yoshlarimiz juda kam deb o'ylayman. Aynan Navoiy ijodidagi siz hurmat qilgan jihatlar haqida aytib o'tsangiz. Navoiy ijodida siz hurmat qilmagan jihatlar desangiz oson bo'ladi, chunki hurmat qilgan deganda hamma ijodini hurmat qilamiz. Uni hurmat qilmaslikning iloji yo'q. Chunki bir narsada Husayn Bayqaro saroyidagi Navoiy emas, Navoiy saroyidagi Husayn Bayqaro deb eslanadi davridagi. Shu qadar podsholar, hatto Husayn Bayqaro otdan tushib, o'zini otiga Navoiyni mindirib ulovbardorlik qilgan, ya'ni jilovbardorlik qilganda Navoiyga shu qadar podsholar hurmat qilgan. U Navoiyni qonida o'zi mana shu shoirlik, ijodkorlik bor edi. Uni tan berish kerakki, uni tog'alari ham shoirlar edi-da, masalan, o'sha Qobuliylar, G'aribiylar shoirlar edi, birinchi ustozlar edi. Va Navoiyning ona tomonidan bobosi Shayx Abu Said ham o'sha qozi bo'lgan, muftiy bo'lgan deyiladi va u ham she'r tebratgan edi. Katta ehtimol bilan Navoiyning onasining nomi hali ismi bizga ma'lum bo'lmasa ham, Navoiyning onasi ham katta ehtimol bilan buyuk ilmga muhabbatli inson bo'lgan. Chunki xalqimizda bir gap bor-ku, otasi yaxshi, biri yaxshi, onasi yaxshi, bari yaxshi deydi-ku. Shunday Navoiyni dunyoga keltirish uchun kamida Navoiy darajasidagi ona bo'lish kerak-da. Ha, aytish kerakki, o'sha tarixiy insonlarni biz shaxsiyatini, hayot va ijod yo'llarini o'rganar ekanmiz, turli ma'lumotlarga duch kelamiz-da. Lekin uni qaysidir ma'noda to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini ham anglab yetishimiz kerak. Noto'g'ri bo'lgan ma'lumotlar ham tarqashi mumkin. Aynan Alisher Navoiy bilan bog'liq bo'lgan noto'g'ri tarqalgan, demak, ma'lumotlar qaysilar? Endi yoshlarimiz orasida hozirgi kunda ko'ryapmiz, ijtimoiy tarmoqlar orqali, boshqa joylarda ko'ryapmizki, yoshlarimiz orasida Navoiyni nega uylanmagan degan narsa bor-da. Yoki o'sha Navoiyni Guli obrazi, Guliga bo'lgan muhabbat. Ba'zi bir yoshlar uni real hayotda bo'lgan deb o'ylaydi. Shu o'rinda aytib o'tish kerak, Navoiyda shunaqa tushuncha bo'lgan. Faqat Navoiyda, bu Buxoriyda, Imom Buxoriyda ham bo'lgan, juda ko'p mingdan ortiq mashoyixlarimizda, avliyo zotlarda bo'lgan. Uylanishlikdan ko'ra ilm olishlikni ustun ko'rishgan. Masalan, Navoiy umrida hech qachon haj ziyoratida bo'lmagan. Nimaga? Shu bir kunlik daromadi 18,000 dinor bo'lgan. Juda katta daromadi bo'lgan. Butun pulini bu joydan, bu eshigidan daromadi, xazinasi kirib kelar ekan, bu eshikdan yetim yesirlarga beraverar ekan. Ya'ni haj ziyoratiga borish uchun kamida sizda o'sha mablag'ingiz ma'lum bir mablag'ga yetgan bo'lish kerak. Ya'ni bemalol zakot beradigan darajada bo'lishingiz kerak-da. Navoiy o'shanday mablag' uyda saqlanmagan ekan. Ko'priklar qurgan, xonaqolar qurdirgan va Navoiy haqidagi eng yolg'on ma'lumot bu Navoiy Guliga oshiq bo'lgan, Husayn Bayqaro unga qarshi chiqqan, bir fitna bo'lgan degan narsa. Bu badiiy to'qima bu. Bu adabiyotdagi badiiy to'qima, u hech qaysi manbada ko'rmadik. Yana shu o'rinda ma'lumot uchun aytib o'tish kerakki, dunyoda manbashunoslar orasida shu narsa yaxshi bilinadi, sharq manbalari orasida eng ko'p qo'lyozma Navoiyga tegishli. Ya'ni eng ko'p nusxaga ko'chirilgan. Masalan, ma'lumot uchun aytib o'taman, Shayboniy hukmdorlardan Buxoro xonligining asoschisi Ubaydulloh xonni bitta dona qo'lyozma kulliyoti bizda Abrayxon Beruniyda, O'zbekiston Fanlar akademiyasi Abrayxon Beruniy nomidagi sharqshunoslik instituti qo'lyozmalar fondida saqlanadi. Bitta nusxasida, masalan, yagona nusxasi. Yoki Turkiyada 2-3 nusxalar bor, parcha-parchalar, yo hikmatlar, yo g'azallar, yo ruboiylar. Navoiyni dunyo bo'yicha 5000 dan ortiq qo'lyozmasi saqlanadi. Shu qadar qo'lyozmalar ko'p va Navoiyga qiziquvchilar dunyo bo'yicha ko'payib boryapti yildan-yilga. Va mana shu ikki xil noto'g'ri ma'lumot tarqagan Guliga bo'lgan muhabbati, bittasi bu badiiy to'qima, hayotida hech qanaqa Guli haqida birorta manbada keltirilmagan va hatto sevgan yori bo'lgan degan ma'lumot ham keltirilmagan. Chunki u ilohiy ishq tushunchasi bo'lgan. Ya'ni Allohga bo'lgan muhabbati bo'lgan faqat. Ikkinchisi esa ba'zi bir g'azallar uchraydi, ijtimoiy tarmoqlarda shu narsani ko'rdik. Shahzodalarga yoki bir
erkak kishiga nisbatan yozgan she'rida muhabbat haqida so'zlar ketadi-da. O'sha narsani noto'g'ri tushunishadi. Bu narsa Boburda ham uchraydi, boshqa shoirlarda ham uchraydi. Bu yerda shaxsga nisbatan emas, balki ilohiy muhabbat bo'ladi-da, bu yerda boshqacha o'xshatish bo'ladi. Shuni noto'g'ri tushunadigan va Navoiyga tuhmat toshini otgan, hozir g'arbcha fikrlaydigan yoshlar chiqib qolganda, ana shular bir narsani bilish kerakki, unutmaylik. Hikmat izlaganga hikmatdir dunyo, illat izlaganga illatdir dunyo. Har bir inson bu dunyoda o'z qarchi bilan o'lchaydi-da. To'g'ri odam hamma narsani to'g'ri, egri inson esa hamma narsani egri deb ko'radi. Navoiyday buyuk inson nega uylanmadi desa, u shu ayolga nimasi yo'q edi, xohishi yo'q edi emas. Uni ilmga muhabbati shu qadar kuchli ediki, hatto o'sha kitob qo'lidan tushmasdi. Hatto o'limidan bir necha oy oldin ham oxirgi o'sha Mahbubul Qulb asarini yozib tugatdi. Vafoti og'ir xastaligiga qaramasdan vafot etishini bilib turib, shu ilmdan to'xtamadi. Shuning uchun buyuk olimlardan biriga savol berishgan ekanda, siz hech noqulaylik his qilasizmi deganda, ha, noqulaylik his qilaman. Qayerda desa, shu nimada hojatxonada degan ekanda. Shunda bir savol bergan odam bir boshqacha bo'lganda aytgan ekan, negaki o'sha joyga men kitob olib kira olmayman degan ekan. Ko'ryapsizmi? Kitobni shu qadar oshno bo'lishganki, masalan, Abul Qosim Firdavsiy nima uchun Firdavsiy taxallusda ijod qilgan? Chunki u o'sha Forsdagi Firdavs bog'ida bog'bon bo'lib ishlagan. Shunaqa katta allomai zamon. Va o'sha bog'bon bo'lib ishlagan joyda qorovullik qilgan. Nimaga qorovullik qilyapsiz deb so'rashganda, chunki qorovullarga mana bunaqa chiroqlar, shamlar tekinga berilgan ekan. Katta olim, ijodkor sham va chiroqlar qimmat bo'lganligi uchun qorovullik qilishga rozi bo'lgan ekan. Ko'ryapsizmi? Biz esa hozirgi yoshlarimiz, umuman o'zimiz ham mana shunday obod bir zamonda, mana shunday hamma sharoitlar bo'lgan bir zamonda, nurlar bor, chiroqlar beminnat bo'lgan bir zamonda kitob o'qishga erinamiz, ba'zan qo'limizdan telefon tushmaydi. Navoiyni biz vujudan his qilmasak, Navoiyni majburiyatdan emas, muhabbat bilan o'qimas ekanmiz, uni anglamas ekanmiz, biz hech qachon haqiqiy Navoiyga erisha olmaymiz. Shunchaki bir quruq gapday, shunchaki bir ulug'vor gapday, shunchaki qarsakbozlik uchun o'tadigan bir tadbirday bo'lib qoladi, har yilgi tadbir. Lekin Albatta o'sha yoshlar orasida nima uchun o'sha Navoiy ijodidan o'qimaysiz degan savolni berganda, uning ijodini tushunish qiyin degan javoblar bo'lganda. To'g'ri, bu o'rinli savol. Chunki mana men ko'p kuzataman-da, ruslar Pushkinni asarini lug'atsiz o'qiydi-da. Masalan, ularning Navoiysi Pushkin deb qaraydigan bo'lsak, yoki inglizlar deylik o'sha Shekspir asarlarini katta ehtimol bilan surishtirganmiz. 6-7 sinf bolalari ham lug'atsiz o'z o'sha yozuvda o'qiy oladi-da, asl nusxasini bemalol olib o'qiy oladi. Yoki nemis bolalari Goethe asarlarini original nusxasini olib o'qiy oladi qo'lida. Lekin biz Navoiyni asarlarini original nusxasini o'qiy olmaymiz. To'g'ri, yoshlarimiz o'qiy olmaydi. O'qiganda ham tushunmaydi-da. Masalan, talabalar aytadi, turkiy, Hamsada mana. Hamsada turkiy tilda yozilgan. O'shani qo'liga olar ekan, buni tarjimasi bo'lsa tushunardim-da deydi. Asl nusxasini olib, masalan, qo'lyozmasini olsa, bir parchalab olib borsak, asl nusxasi bo'lsa o'qiy olaman, bu yozuvda o'qiy olmayman deydi. Ne ajabki, hech qaysi millat o'zbek millatichalik yozuvi 100 yilda 4 marta almashmaganda. Bizda o'sha sobiq sho'rolar davrida maxsus millatimizni, xalqimizni savodsiz qilishlik uchun, ajdodlarimizni merosdan bebahra qolish uchun va buyuk millatga aylanib ketmasligimiz uchun, qoloq bir millat sifatida ko'rsatish uchun bizni yozuvimizni, bizni o'sha tilimizni o'zgartirishgan. 20-asrning boshlarida dastlab yozuvimizni, keyin esa yangi o'zbek tili joriy qilindi. Hatto mana muqimiylar tilidan ham uzoq, furqatli tilidan ham uzoqda bizning tilimiz. Vaholanki Bobur aytadi Navoiyning tilini. Harotdan to Andijon bozorigacha bo'lgan barcha turkiylar tushunadigan tilda yozilgan deydi. Xalq tilida. O'quvchilarga, talabalarga aytamanki, Navoiyning Hamsasini originalini tarjima qilinmaydi, chunki bizning tilimizda yozilgan. U tabdil qilinadi. Tabdil degani yozuvdan yozuvga o'tkazish, tarjima tildan tilga o'tkazish bo'ladi deyman. O'sha tabdil, masalan, sizga bir bayt aytaman.
Hamsadan dedingiz, boya savol berdingiz. Hamsada Hayratul Abrorda bir bayt keladi. Elni bu may ayladi bir adam, navbat erur bizga dog'i dam deydi Navoiy. Biz buni tushunmaydi, so'zma-so'z tarjima qilganda tushunib turibdi. Endi tahlil qilganda elni bu may ayladi bir adam. May bu tasavvufda ilohiy muhabbat deydi. Va bir odamga aylantiradi. Adam degani internetga kiradida talaba yo'qlik ekan deydi. Demak, ilohiy muhabbat yo'qlikka tutadimi insonni? Ilohiy muhabbat insonni komillikka ko'taradi. Bu yerda Navoiy shunaqa chiroyli bir bayt o'zi, ikki misrada shunaqa chiroyli bir o'xshatish kirityaptiki, elni bu may ayladi bir odam. Ya'ni xalqni bu may, qanaqa may? Uning uchun biz Navoiyni nima uchun tushunmaydi yoshlarimiz? Tilini emas, yozuvini emas, uslubini tushunmaydi. Negaki biz Navoiy darajasida kitob o'qimayapmiz-da. Navoiy elni bu may ayladi bir odam deganda, bu may deb nimaga ishora qilyapti? O'sha muqaddas kitobda kelgan tirik jon borki, o'lim sharbatini tatguvchidir degan oyatga ishora qilyapti. Va o'lim sharbatini ichgan inson bir odamga, Qissasi Rabg'uziyni o'qigan talaba yoki To'rt ulus tarixini o'qigan, Mirzo Ulug'bekni asarini o'qigan talaba, Abul G'oziy Bahodirxonning Shajarai Turkini o'qigan talaba biladiki, odamga odam ismi nima uchun qo'yildi? Chunki u 3 xil tuproqdan yaratilgandi. Ya'ni o'lim sharbati insonni bir tuproqqa aylantiradi deyapti Navoiy. Mana biz tilini tushunsak ham ma'nosini tushunishga nima uchun qiynalamiz? Chunki bizda ozgina o'sha ajdodlarimiz yozib ketgan kitoblardan uzoqlashish borda. Navbat erur bizga dog'i dam deydi. O'sha dam so'zida dam bodam deyapti. Dam so'zining ma'nosi mana, charchasangiz biroz dam oling deymiz. Dam olish so'zini biz hordiq olish deb bilamiz. Dam so'zi farsiy tildan olingan bo'lib, nafas degani. Dam oling degan nafas chiqaring, ya'ni hordiq chiqaring degani. Ya'ni dam badam deb Navoiy berdi nima deyapti? Jon g'animat bil, vaqtingni g'animat bil, ilm qilgin, vatan uchun xizmat qilgin, ota-onangni xizmatini qilgin, yaxshilik qilib qolginki, joning dam badam, ya'ni bu nafasingdan ikkinchi nafasinggacha chiqib ketadi deyapti. Qarang, qanday pur ma'no. Navoiyning buyukligi shundaki, uni har bir baytida 1000 baytga teng hikmatlar bor-da. Durdonalar. Albatta, hozir bermoqchi bo'lgan savolim shundayki, Navoiy ijodini necha foizi hali o'rganilmagan degan fikrdasiz? Bilasizmi, fransuz bir manbashunos olimi bir konferensiyada, xalqaro konferensiyada bo'lganimizda, yo bizni ko'nglimiz uchun aytdi, yoki yurakdan aytdi, menimcha yurakdan aytdi. Men dedi, shu Toshkentga kelganimda, har safar kelganimda samolyotdan aeroportga, ya'ni yerga oyoq qo'yishda biroz haymiqib turaman dedi. O'zbek tilida aytdi fransuz yigit. Nega desangiz dedi, bu tuproqning tarkibida dedi, shu qadar ko'p avliyolar o'tganki, azizlar o'tganki, men bir avliyoni hokini bosib qo'ymaymanmi deb qo'rqaman dedi. Bitta so'zi, chiroyli so'z shu bo'ldi. Ikkinchisi, men dedi, Shekspir asari bo'yicha ilmiy ish qilganman dedi. Umuman g'arb adabiyoti bo'yicha ilmiy ish qilganman dedi va men uchun ideal shaxs dedi. Fransuz bo'lsam ham ideal alloma, shoir, ijodkor bu Shekspir edi dedi. Men Shekspirning ilmini dengizga qiyoslardim dedi. Navoiyni o'rganyapman. Endi manbashunosku. Navoiyni o'rganyapman va Navoiyni o'rganar ekanman. Shunga amin bo'ldimki, Shekspir dengizdir, Navoiy ummondir dedi. Ya'ni ummonning sarhadi bo'lmaydi-da. Ummonning qancha tubiga qarab borsangiz shuncha yangi qirralar ochiladi. Bir Navoiy deylik 61 yillik, 62 yillik umri davomida yozgan ijodini. Deylik Navoiy bitta Hamsa haqida aytganda Nizomiy deydi, salkam 30 yil Hamsa yozgan. Salkam 30 yil. O'sha unda asos nima bo'lgan? O'sha Firdavsiyning, Abul Qosim Firdavsiyning shohnamasidan olib 30 yil davomida Hamsa yozgan. Salkam. Xusrav Dehlaviy ham ancha umrini Hamsa yozishga o'tkazgan. Lekin Navoiy bor yo'g'i 2 yil. Shunda ham aytadiki, Navoiy aytadi, men deydi bu Hamsani 1,5 yilda yozdim. Agar xalqning, millatning g'ami yelkamda bo'lmaganda edi. Chunki u 1469-yildan 1481-yilgacha yuqori lavozimlarda ishlagan. Husaynbay Qoroniy yonida turib, doim shu millatning g'ami bilan yashaganda, biroz ijoddan uzoqlashgandek his qilgan o'zini. 81-yil Vaqfiya asarida o'sha lavozimdan ketgandan keyin Vaqfiya asarida bu haqda yozgan. Aytadiki,
millatni g'ami yelkamda bo'lmaganda edi men 6 oyda bitardim deydi. Shu qadar o'ziga ishongan, shu qadar kuchli ijodkor edi-da, masalan. Navoiyni o'sha 6 oyda bitardim degan asarini haqida ilmiy ishlar, umuman uning ijodi haqidagi ilmiy ishlar hali tugagani yo'q. Hali bir masalan bir lisoni tayyirning ma'lum bir qirralari haqida bir o'nlab, yuzlab doktorantlar ilmiy ishlar qilyapti. Shu kungacha dunyo bo'yicha 1000 dan ortiq olimlarimiz Navoiy haqida ilmiy ish qilyapti. Hali Navoiy bo'la olgani yo'q ular. Navoiyni o'rganib yuzlab olimlarimizni umri yetmayapti. Sochlariga oq aralab, yoshlari, umrlari yetmayapti Navoiyni o'rganish uchun. Navoiy uni qanday qilib 20-30 yil ichida yozdi ekan? Bu g'ayr insoniy bir ilm deyiladi-da, bu g'aybdan bergan, ilohiy tomondan bergan ilm ham bo'lishligi mumkin. Buning darajasini bilishlik uchun aytadi-ku, zar qadrini zargar biladi, miskar emas deydi. Biz yoshlarimizni miskar emas, mana shunday bebaho merosimizni biladigan zargarga aylantirishligimiz kerak. Ana shu mumkin emas. Ajoyib fikrlar bo'ldi suhbat so'ngida. Rahmat aytamiz bugungi dasturimizdagi ishtirokingiz uchun. Salomat bo'ling. Albatta Navoiy ijodini har qancha o'rgansak, shuncha kam va bu jarayonlarni o'sha oila davrasidan boshlasak nazarimda juda ham to'g'ri bo'ladi. Oiladan, farzandlarimizni o'sha bolalikdan bizni yurtimizda, bizning zaminimizda qanday ulamolar yashab o'tganligi haqida ma'lumotlarni o'rgatib ularga tarbiya qiladigan bo'lsak, albatta ulardan ham Navoiydek buyuk zotlar yetishib chiqadi deb o'ylayman. Rahmat, tashakkur aytamiz. Yurtdoshlarimizga aytar tilaklar bo'lsa marhamat. Millatimiz mayog'i, ya'ni turkiy xalqlarning mayog'i bo'lmish Navoiyni biz mana mustaqillik orzusida edik, mustaqillikka erishdik. Bemalol o'rgansak bo'ladi. Butun dunyo faxrlanadigan, butun dunyo e'tirof etgan bu Hazrat Navoiyni ijodini endi haqiqatdan o'rganish davri keldi. Chunki bilasizmi, Bag'dod ko'chalarida bir yozuv bo'lar ekanda doim. Bag'dodda o'sha Abbosiylar davrida kutubxonalar, kitob do'konlari yopiq, ya'ni qulflanmas ekan. U yerda shunday yozuv qo'yilgan ekanki, o'g'rilar kitob o'qimaydi, kitob o'qiganlar o'g'ri bo'lmaydi degan ekan. Ya'niki Navoiyni har bir asarida shunchalar go'zal pand nasihatlar borki, agar ota-onalar o'sha farzandlarini Navoiyni o'rganishga undashsa va Navoiyni yaqindan o'rgatishsa, Navoiyni anglatishsa, umid qilamanki, jamiyatimizda jinoyatlar soni, o'g'irliklar soni, yomon ishlarning soni keskin kamayib ketadi. Yanada jamiyatimiz rivojlanadi, millatimiz shakllanadi va eng muhimi, mana shunday bir tahlikali bir zamondamiz. Dunyo siyosati bir tahlikali bir holatda kelganda Navoiyday oqil inson, o'sha Husayn Bayqaro bilan o'g'illari o'rtasidagi mojaroni qanday yarashtirgan bo'lsa, dunyoga hozir Navoiy kerak. Navoiyday adolatli, Navoiyday aqlli bir diplomat kerak-da hozir. Dunyo Navoiylarga muhtoj. Biz yoshlarimizdan umid qilamizki, qonida bor inson albatta yana o'sha buyuklarga aylanadi. Chunki olmani tagiga olma tushadi-da. Navoiylarning avlodlari, Navoiy to'g'ri uylanmadi, farzand ko'rmadi, ammo Navoiyning ma'naviy farzandlari barchamiz. Barcha o'zbeklar, barcha turkiylar uning ma'naviy farzandi hisoblanadi. Albatta, rahmat aytamiz sizga, tashakkur. Navoiy haqida qancha ko'p gapirsak shuncha ham oz. Navoiy albatta biz uchun tirik, ularning o'sha asarlari orqali bizning qalbimizda mangu yashaydilar. Hozirgi navbatni multfilmga beramiz, bizdan uzoqlashmang.